Assalomu alaykum, hurmatli Diyarsin kanalına. Sizlere Xorazm mashina bozoridan Dongfeng 008 ni salon narxidan 15 ming dollar arzonini topib qo'ydim, hurmatli obunachilar. Video yozganimiz albatta like bosib, shunday mashinalar niyat qilgan bo'lsa, kommentariya niyat qilib ketamiz. 2025-yil salon olingan, texpasi 24. Ko'rsatdim mumkin. Mashinamiz hurmatli obunachilar 1100-1200 xudo xolasa yurib beradi. Polisi Toshkentda borib bilasiz, xudo xolasa. Gapni qisqasi. Salonlarına qaranglar. Hamma o'zi nasib etsin. Shunday mashina hurmatli obunachilar, salon laminatsiya qilingan mashina. Yurib olasiz. Katta olingan. Kapitanskiy siljalar. Xullas mashina eng full pozitsiyada. 2024 tex pasport 25 da salondan olingan hurmatli obunachilar. Tex pasportdan bir göstereysiz. 2025 4-oyda olingan. 2024 tex pasport. Narxi hurmatli obunachilar 330 deysizmi shunda? 330 milyon so'm hurmatli obunachilar. Eng takalib qolgan joyi salonda hozir bilasiz. Adashmasam 45 ming dollar chiqib boradi. 45 ming, 48 ming. Men sizlarga xudo xolasa 330 milyon so'mga shuni tavsiya beraman hurmatli obunachilar. Rossiya hisoblanadi. 330 milyon so'm takalib qolgan joyi. Dongfeng 008 alamında bir ağalarımız ülkelerde ushbu videoga qo'shilmoq. Arzon narxdagi mashinalar o'tib uchun albatta profilimizga obuna bo'lib qo'yib, ushbu videoga like bosib qo'yaverasizlar.